Assalomu alaykum vatandoshlar. Xush xabarimiz bor. Haj mavsumi bo'yicha bu yilgi Haj 2025 mavsumi 13-may kunidan 28-may kuniga qadar Saudiya Arabistoniga, Madina shahriga ziyoratchilarimiz ketish boshlanar ekan. Bu yilgi hojilarimizga sihat salomatlik tilaymiz. Hojilarimizga Alloh kuch-quvvat bersin. Haj amallarini to'liq tarzda bajarib kelishsin. Bu yilgi haj mavsumi inshaalloh tayyorgarliklar zo'r bo'ldi. Bunga guvoh bo'ldik. Keyingi haj mavsumiga boraman deganlarda Alloh shu insonlarni ham qodir qilib qo'ysin. Barchamizga hajga borishlik nasib aylasin. Keyingi yilga inshaalloh hammamiz birga hajga boraylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.